orzular hammasi ushaladi. Orzu bor, aslida insonda orzu bor, faqat ishonch yo'q. Kimdir o'sha orzuga erishadi, kimdir erishmaydi. Farqi nimada? Uni Allohim yaxshi ko'rib, buni yomon ko'radi deysizmi? Yo'q. Gap shundaki, bu ishonadi, bu ishonmaydi. Masalan, davayte zikrni olamiz. Misol, kimdir sizga aytdi. 40 kun astag'firullah va atubu ilayh yoki bo'lmasam alhamdulillahmi ish qilib arabcha bir gapni aytish kerak. Necha marta? Bir kunda 10,000 marta. Har bir ibodatga turganingda namozdan keyin 2,000 marta o'sha narsani aytasan dedi. Va u inson shunga ishondi. Ya'ni shuni aytsak, seni qizing ertaga institutga kirib ketadi dedi. U shuni aytdi-da, u ishondi shunga. Ishongani uchun uni qizi institutga kirib ketdi va bittasiga maslahat berdi. Men shuni aytdim 40 kun. Qizim institutga kirib ketdi. Представляешь desa, u ham o'ylaydi, mana aytsam ekan deydi. U ham o'shani aytadi. Astag'firullah va atubu ilayh deb yuradi, lekin orada ozgina shubha ketadi. Kiradimi, kirmaydimi? Причем тут astag'firullah va atubu ilayh? Причем тут mana qizimni universitetda odamlar qiziqay deydi. Ha, mayli aytaverichi 40 kun deydi, aytaveradi. Gumon ketdimi orada? Gumon ketganidan keyin hech qachon u ro'yobga chiqmaydi. 100% mana shunday hamma vujudingiz bilan siz emotsiya chiqarishingiz kerak. Kiradi institutga. Men 100% uverimman. Mana shu 40 kun zikrni aytsam, men aniq mana shunday ishonch bo'ladi-ku sizda. Ishonch bo'ldimi va mana shu narsa bo'ladi.